Pardon, Mehnat kansleri Mehnat. Assalomu alaykum. Meni kuzatib borayotgan hurmatli obunachilarim. Omona dunyoda omon yursin qadrdonim. Bugungi obzorimiz Buxoro shahridan Kanechka 12-maktab va 30-maktab atrofida 5 etajga yangi domimizning 3-etajda Yevro ta'mirda ta'mirlangan kvartiramizni obzoriga keldik. Hozir sizlarga obzorni ko'rsatib o'tamiz. Yana qolgan ma'lumotlarni aytamiz. Qadrdonim, o'tirgan joyimiz kenggina zalimiz, balandligi bemalol 3.10, 3.20, chiroyli gipsokartonlar qilingan, chiroyli lustra osib qo'yilgan va mo'ysha aboylar bilan ta'mirlab qo'yganlar, konditsioner qoladi, chiroyli LED pardalar qoladi. E'tibor beringlar. Bu yoq sentralni, issiqlik sistemasi sentralni, chugunoviy batareyalar qo'yilgan. Trezorga e'tibor beringlar. Trezorlar laq qilib chiroyli yaxshi trezordan qo'yilgan. Eshiklar ham yaxshi eshiklardan qo'yilgan. Qadrli e'tibor beringlar. MDF birinchi chiqqan eshiklardan ana beri esa yotoqxonasi. Yotoqxonasi ham ko'radigan mebellar qoladi. Chiroyli remont qilib qo'yganlar. Ana bu yerda esa 6 metrlik balkonimiz. 6 metrlik balkonimizda tapchancha qilib, charoycha qilib qo'yganlar. Ana orqasiga e'tibor beringlar, manzara. Nima deyapti? Trezorlarni rusheta qilib qo'yganlar, bemalol muammo yo'q. Joyi yaxshi joyda, domimiz baho qulaylikda turibdi. Ana bu yerda perxosha qismimiz, perxosha qismimiz ham mo'ysha aboylar qilingan. Perxosha shkafimiz qoladi, qadrdonlarim. Xonalarimizda har hamma joyi pol qilingan. Ana bu esa hojatxonasi, hojatxonasi kafil qilingan. Bu yoq esa sanuzelimiz. Sanuzelimiz ham patologgacha kafil qilib, chiroyli qilib qo'ygan, oyna rakinalar bor. Bu yoq esa bizning kuxnimiz. Kuxnimiz ham normal, sifatli mebellar bilan kuxni garantiya qilib qo'yganlar, gaz plitasi bor, bitishkasi bor, qadrdonlarim. Qadr bilan qadrdonlarim. Bizning obzorimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosib qaraman. Zamancha qilib bu videolarni tarqating obzorimizni. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Kvartiramizni, kvadrat metri 60 metr, 60 kvadrat metr narxini bitta like bosing aytaman. Bosizmi qadrdonim? Kvartiramiz narxini o'zi 7500 deb baholaymiz. Ikkilamchi kredit asosida ham rasmiylashtirib beramiz. Muammo yo'q. Narxga kelsangiz yana gaplashamiz qadrdonlarim. Domimiz kirpishni bu obzorimizni tarqating do'stim. So'qani tashlang, shu kvartiraga kelib yashang. Feraz agentsiyada obuna bo'lishni unutmang qadrdonim. Bizning obzorimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, pastga raqamlarimizni qo'yib o'tamiz. Bizda jiringga aloqada chiqishni so'rab qolamiz qadrdonim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlarni qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.